Bu ilovalarni telefoningizga o'rnatmasdan hech qachon Turkiyaga bormang. Batafsil bilib olish uchun albatta videoni oxirigacha ko'ring. Sahifamizga obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. Bitaxi Turkiyaning eng mashhur taksi chaqirish ilovasidir. Bu ilova orqali o'zingizga eng yaqin taksini topishingiz mumkin. Bitaxi ko'plab shahar va qishloqlarda faoliyat yuritadi. Istanbul Kart. Agar Istanbulda yoki boshqa shaharlarda jamoat transporti, ya'ni avtobus, metro, tramvaydan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Istanbul Kart ilovasi sizga eng yaqin to'xtash joylarini ko'rsatib beradi va transport kartangizni boshqarishda ham yordam beradi. U orqali transport kartangizni to'ldirish ham mumkin. Yemek Sepeti Turkiyadagi eng mashhur oziq-ovqat yetkazib berish ilovalaridan biridir. Bu ilova orqali restoranlardan, kafelardan yoki tez ovqatlanish joylaridan onlayn buyurtma berishingiz mumkin. Ilova bir qancha shaharlar bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Google Maps turistik joylarga, restoranlarga, muzeylarga va boshqa kerakli manzillarga tezda yo'nalish olishda yordam beradi. Buning ustiga jamoat transportining yo'nalishlari va avtobuslarning harakat jadvalini ham ko'rsatadi. Havo durumu. Ushbu ilova sizga Turkiyaning har bir shahrida ob-havo holatini bilishga yordam beradi. Sayohat qilishdan oldin ob-havoni tekshirib, kerakli kiyim va jihozlarni olib ketishingiz mumkin. Parkopedia. Agar Turkiyada avtomobil ijaraga olgan bo'lsangiz, Parkopedia ilovasi sizga eng yaqin to'xtash joylarini topishda yordam beradi. Turkiyaga sayohat qilishda bu ilovalar sizni turli noqulayliklardan qutqaradi va sayohatni yanada maroqli va osonlashtiradi. Ma'lumotlar foydali bo'lsa, like bosing va keyinchalik qidirib qolmasligi uchun hoziroq saqlash tugmasini bosib qo'ying. Videoni esa yaqinlarga ulash esdan chiqmasin.